Hammaga salom bo'ladi. Sizlar bilan bugun biz Minecraft o'yinida maxluqni tutamiz yana bir marta. Bu birinchi qism. Boshidan boshlaymiz. O'tgan qismda ana buni qurgan edik. Maxluq creeper ham tushibdi. O'ldiraveraymi o'zimni? O'ldiraman. Mana shunaqa maxluq bor. O'lsak ham narsalarimiz tushib qolmaydi. Bu men birinchi marta gapirib o'ynayapman. Xatoliklar bo'lsa uzr. Uxlayveraylik. Maxluqlar tutamiz endi. Spawn bo'libdi. Bo'ldi ham spawn. Darrov. O'zi bilmagan holda chuqurlikka tushib qoldi maxluq o'yini. Mayli. Zarari yo'q. Nima qilamiz? Hech nima qilib yurmaydi. Aylanib kelamiz. Bu qilichni spawn bo'lgan vaqtim o'zi bergan edi. Ana yo'q qishloq bor. Qishloqdan spawn bo'lganman. Shu qilich o'zi bor edi, o'zim ko'rganman. Shu yoqqa tushamiz yaxshi. Yana temir bor ekan. Yo'q, temirmi yo'q boshqanday. Endi nima bo'ladi? Chiqsak tezroq. Qishloqqa borib kelamiz hozir bir. Nima yangiliklar o'zi maxluq paydo bo'lib qolsa ham lekin bo'ki. Bo'shiga kreativ qilib o'ynagan edim. O'zimcha tutmoqchi bo'lib tutdim-ku, bedrock unaqa nima qilganman-da, qo'yganman. Uylarni bu eshikda ham buziblar maxluq. GT'larni qo'rqitgandan beri bir galak paydo spawn bo'ldi. Keladi hozir. Diyor ana. Spawn qiliyordu bu ham. Tirg'i. Qayda yo'qnayman. Bunisini ham o'sha sherigini oldiga tiqaman naglitib. Yugure. Magır. Hayır. Böyle bugünkü